Aynan shu xatolar sababli har yili yuzlab talabalar 5000 dollardan ziyod pul yo'qotishadilar. Agar siz ham pulingizni bekorga sarflamoqchi bo'lmasangiz, ushbu xatolarni bilib oling va xatolarni oldini oling. Demak, o'quvchilar yo'l qo'yadigan 3 ta eng katta xato. Birinchi xato, noto'g'ri universitet tanlash. Ko'pchilik talabalar faqatgina konsalting aytgan universitetlarga o'qishga topshirishadilar, lekin aslida ularga to'g'ri keladigan universitet boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, yashash joyini oldindan rejalashtirmaslik. Ko'pchilik konsalting agentstvalar o'z studentlariga turar joylarini o'qishga borishdan avval hal qilib qo'yish kerakligini aytishmaydi. Oqibatida ko'p studentlar borgandan birinchi-ikkinchi kunda uy topaman deb o'ylashadi. Bu juda ham xato va borganlaridan keyin qimmat yotoqxona va qimmat kvartirani arendaga olib, o'zlarining kistalariga 1 yil davomida 5000 dollargacha zarar olib kelishlari mumkin. Uchinchi xato, hujjat topshirishda kechikish. Ko'plab talabalar hujjat topshirish muddatini bilishmaydi yokida oxirgi paytga to'g'rilab hujjat topshirishadi. Buning natijasida siz ko'plabgina grantlardan quruq qolishingiz mumkin yoki faqatgina qimmat kontrakt asosida o'qishingiz mumkin. Agar siz ham shu xatolarga yo'l qo'ymasangiz, katta miqdorda pul tejab qolishingiz mumkin. Agar siz ham Turkiyada katta mablag' tejab o'qimoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'z savollaringizni yozib qoldiring. Biz siz bilan bog'lanamiz. Hozir savollar to'lib ketsa aka kommentariyada.